Bochkani zo'r joylashlik dach topib qo'yganman, qaranglar. Tog'i shunday ro'parasida. Ya'ni Korzinkadan atigi bir 500 metr ichkariga kirasizlar asfalt bilan. Mana shu dachga kelgan bizni. Bu dachamizda ro'za oyida juda yaxshi rezultat bo'ldi. Ukam, xorma, qalaysan? Yaxshimisan? Nazan yaxshimi? Charchamassanmi? Nima bo'lyapti dachani narxi, ukam? Shu 20 milliondan qilib beramiz. 20-maygacha ham o'ylab o'tirmasdan 1 million dedim. Bo'ldi. O'sha narx bo'yicha ketadi. Telefon qilsa unaqa ustiga pulni qo'yilmaydi. Shanba kelishiladi. Shanba kundagi bo'lmaydi. Bo'ldi, ukam. O'zing nomer bilan qoldiraman pastda. Nima sharoit bor dachanda, ukam? PlayStation bor, 10 ta kompyuter bor, Wi-Fi bor, stolni tennis bor, 10 ta kompyuter bor. Zimli basseyndan ham bor ichkari. Sauna hamma narsa ham bor. Xullas sharoitlaring yaxshi ekan. Do'stlar, qaranglar, atmosfernidachi basseyn suv qachon solinadi, ukam? O'zi solamiz, endi tozaladik. Tozaladinglar. Bu letniy zonani tayyorlashyapti. Mana bu letniy zonada qozon, o'choq, tapchan, hamma sharoitlari bor. Stol qo'yib qo'ygan, ichkarida ham sharoitlari bormi? Hozir video davomida o'zingizlar ko'rib olasizlar. Pastda jiyan nomerini qoldiraman, bemalol telefon qilib bog'laninglar. Chorvolik boldan oldim deylar, skidkani bombasini qilib beradi jiyanim.